Assalomu alaykum. Siz World 24 kanalidasiz. Bugun biz sun'iy intellektning tez sur'atlarda rivojlanishi ortida yashiringan muhim masalani ko'rib chiqamiz. CNN tahlillariga ko'ra, sun'iy intellekt texnologiyalarini quvvatlayotgan ma'lumotlar markazlari elektr tarmoqlariga tobora kuchli bosim o'tkazmoqda. Bu jarayon energiya xavfsizligi, infratuzilma barqarorligi va ekologik muvozanat uchun qanday oqibatlarga olib kelmoqda? Hozir shu haqda. Sun'iy intellekt 21-asrning eng kuchli texnologiyasi. U hayotimizni o'zgartirmoqda, lekin uning yashirin narxi bor. CNN ma'lumotlarga ko'ra, bugun dunyo bo'ylab sun'iy intellektni ishlatadigan ma'lumotlar markazlari elektr energiyasiga misli ko'rilmagan bosim o'tkazmoqda. Savol shunday, elektr tarmoqlari bu yukni ko'tara oladimi? CNN tahliliga ko'ra, bitta yirik sun'iy intellekt ma'lumotlar markazi kichik shahar iste'mol qiladigan elektr energiyasiga teng tok talab qiladi. Chatbotlar, tasvir generatorlari va AI modellari oddiy dasturlarga qaraganda 10 baravar ko'proq energiya sarflaydi. CNN Energy bo'limi xabar berishicha, AQSh va Yevropaning ko'plab hududlarida elektr tarmoqlari eskirgan. Sun'iy intellekt markazlari esa doimiy va barqaror tok talab qiladi. Bu esa uzilishlar, kuchlanish pasayishi va favqulodda holatlar xavfini oshirmoqda. CNN ma'lumotlariga ko'ra, AQShning Virjiniya shtati dunyodagi eng yirik data markazlar hududi. Bu yerda elektrga bo'lgan talab shunchalik tez oshdiki, yangi elektr stansiyalar qurilishi muhokama qilinmoqda. Yevropada esa ekologik cheklovlar vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Sun'iy intellekt aqlli bo'lishi mumkin, ammo uni quvvatlayotgan energiya har doim ham toza emas. CNN iqlim bo'yicha tahlillariga ko'ra, AI sababli karbon chiqindilari kamayish o'rniga ayrim hududlarda ortmoqda. CNN tekshiruvlari shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar markazlari faqat elektr emas, balki ulkan miqdorda suv ham iste'mol qiladi. Ba'zi hududlarda bu ichimlik suvi tanqisligiga olib kelmoqda. CNN ma'lumotlariga ko'ra, Google, Microsoft va Amazon kabi kompaniyalar sun'iy intellektni qayta tiklanuvchi energiya bilan ta'minlashga o'tmoqda. Yangi chiplar kamroq energiya sarflaydi. Aqlli sovutish tizimlari esa yukni kamaytiradi. CNN siyosiy tahliliga ko'ra, hukumatlar elektr infratuzilmasini modernizatsiya qilmas ekan, AI rivoji sekinlashishi mumkin. Qoidalar, investitsiyalar va strategik rejalashtirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt kelajak dvigateli. Ammo CNN ta'kidlaganidek, bu dvigatelni quvvatlaydigan elektr tarmog'i mustahkam bo'lmasa, rivoj sekinlashadi. Texnologiya va energetika muvozanat topa oladimi? Javob bugun qabul qilinayotgan qarorlarda. Sun'iy intellekt dunyoni mislsiz tezlikda o'zgartirmoqda. Ammo har bir algoritm va har bir raqamli qaror ortida real energiya, real resurslar va real infratuzilma mavjud. CNN ta'kidlaganidek, kelajak nafaqat aqlli texnologiyalarga, balki ularni barqaror quvvatlay oladigan elektr tarmoqlariga ham chambarchas bog'liq. Bugun qabul qilinayotgan qarorlar ertangi raqamli dunyoning mustahkam poydevoridir. Bu World 24. E'tiboringiz uchun rahmat.